Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun mavzuyimiz har doimgidek boburshunoslik emas. Mavzuyimiz butunlay boshqa narsa. Bugun aytadigan gapim shuki, qiziq bir faktda, mana qo'limda ruchka turibdi. Bir dona ruchka. Mana shu ruchka 62 million so'm turadi desam, hech kim ishonmaydi. Surxondaryoda Denov shahrining qoq o'rtasida Shohbekat deyiladi. Mana shu Orient Leasingning filiali bor. Odamlar pul topshirishadi. Yangilik bo'lib qoladi. Akajon 2 oyda chiqadi, 1,5 oyda chiqyapti deb pulingizni olishadi. Keyin esa yangilik bo'lib qoladi, kutavering. Mana shunday yaqinda ma'lumotlardan birida mana shu kompaniyaning firibgarligi to'g'risida ma'lumot tarqatildi. Hozirgi undan jabr ko'rganlar soni 500 dan oshadiki, kam emas deb o'ylayman. To'g'ri, firibgarliklar bor, lekin mana shu firibgarlarga yordam berayotganlarchi, o'zining millatdoshini, yurtdoshini aldab kun ko'rayotganlar bor. To'g'ri, men pul topshirib qo'yganman. Hali kutamiz. Chiqib qoladi, yangilik bo'ladi, yolg'on bilan yuraveradi. Va nihoyat ish endi hozir qamoqda firmaning egasi, uning asoschisi ham 2 kishi qamoqda. Endi agar o'sha pullarni qachon qaytaradi, bu muammo. Gap qaytarish haqida ketmayapti. Men demoqchimanki, mana shu yolg'on gapirib, o'shalarga xizmat qilayotganlar haqida gapiryapman. Qizig'i shundayki, siz pul topshirganingizcha akajon deb rosa o'qitilgan bular, olishadi pul. Keyin esa qo'lingizdan ushlab olib kelmadim-ku deydi. Eng qizig'i, bu yerga kelganlar qancha jabr ko'rganlar bor-da. Bir yosh yigit, endi hammasi ko'rishganlar mana shu jarayonda bir-biri bilan tanishadi, aytayaptiki, otasiga yaxshi niyat bilan Sheroboddan ekan, mashina olib bermoqchi bo'lgan. Yiqqan pullarini topshirgan. Ko'ryapsizmi? Ular mana shu firmaning firibgarligini bilgani holda aytmaydi. O'zini yurtdoshim-ku mana shu demaydi. Eng qizig'i o'sha yerda ishlayotgan, hozir ismi ham qayerdadir yozilgan menejer, o'sha Denovdagi qiz aytayapman. 0,2 qilib beraman deydi. Siz qo'pollik qilyapsiz deydi. Ya endi pul bergan qachon chiqadi? Sen aytding, mana shartnoma muddati o'tdi. Beri jabr ko'rganlar ko'p. Kimdir otasiga mashina olib beraman degan, kimdir o'g'liga olib bergan, kimdir boshqa maqsadda juda katta pullar olingan. Albatta buni tagiga yetiladi. Bu endi organ xodimlarining ishi. Men haligi o'sha menejeriga aytayapman. Sen 02 ga telefon qilma. Surxondaryodan nonyapsan. Sen 03 ga telefon qil endi. Seni hali ko'p chaqiradi. Lozimda ko'proq pampers sotib olgin. O'zi hullab qo'ygansan. Nega o'zingning millatingni aldaysan? Mana shu narsa qiziqda. O'zingning yurtdoshingni aldaysan. Kelib yurtdoshlaringni aldaysanmi? 61-11 raqam bilan boshlanadi. Hamma raqamlar oxiri demoqchiman. Butun O'zbekistonda buning filiallari bor. Aldanib qolmanglar. Shu aldangan kishilarning birontasi chiqib aytganida edi. Boshqalar pul topshirmasligi mumkin edi-ku. Hattoki 2002-yilda pul topshirgan odam bor ekan. 2002-yilda oxirida pul topshirgan, oxirida aytganki, endi pulni qaytar deydi. Pulingizni qaytarish uchun ham 60 kun ish kuni deydi. Bu degani 3 oylik hisoblayvering. Salkam 3 oy bo'ladi. 20 fevralgacha olasiz debdi. 19 fevral kuni borsa, firma nom nishoni yo'q, yopiq. Hozir Denovdagisi ham yopilgan bo'lishi kerak. Men aniq bilmayman. Shahrisabzdagi filialiga telefon qildim. Aytdimki, ukam, men shu tarafda odamman. To'g'risini aytaversan, akajon, men yaqinda bittasiga o'z qo'lim bilan olib borib Cobalt'da telefon kaltini topshirib keldim deydi. Hayron qolaman, rostdanmikin deyman, ya. Shuncha aldanish endi. Xo'p, biroz vaqtdan keyin yaqinda ishga kirgan, bular tez almashtirib turadi, lekin haligi ilon boshi bo'ladi-yu, ilon boshi. U qoladi. Boshqa kishini ishga oladi, menimcha o'qitiladi.
Men hozir aytayotganim bu 62 million pul haqida emas. Birovlar aldanib qolmasin deyapman. Agar mendan oldin ham aytilganda edi, biron kishi chiqib to'g'risini aytganda, balki shuncha odam jabr ko'rmagan bo'lar edi. O'zidan ketib qolganlar bo'ldi. Kimdir to'yga deb yig'ib yurgan puli bo'lgan. O'shaning uchun ehtiyot bo'lingizlar Surxondaryoliklar. Men Surxondaryoni yaxshi ko'raman. U meni yurtim. Sensan o'zing mening ezgu tilagim. Surxon desam zirqiraydi yuragim. Surxondaryo polvonlar yurti, Surxondaryo mardlar yurti. Lekin mana shunaqa firibgarlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Davlat tashkilotiga pul topshiring. Uni Akram degan mashinligi bor ekan, firibgarda qochib yuribdi. Yana bitta Sardor degani bor ekan. Endi qani u bolalar so'rasan, balnishida kasal bo'lib qolgan, chet elda yuribdi. Bu juda ham avjiga olgan firibgarliklardan biri. Ehtiyot bo'lingizlar aziz yurtdoshlarim. Nihoyatda ehtiyot bo'lingizlar. O'sha agar meni bir kun eshitadi bu. Bu qiz ham erga tekkandir, balki oilali bo'lar. Bu firibgarliklarni bu dunyoda bo'lmagan deb, narigi dunyoda javobi bor. Aldama vatandoshlaringni.